Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz niyat öğretishdan ilingan faydalar ve ibretler to'g'risida birinci dersimizni bayon qilgan. Şimdi ikinci dersimizni tamamlashtiramiz. Peygamber aleyhisselam Irak qatarlıq künchiqish tarafga to'g'ri keladigan davlat rayonlarda yer tavrashning ko'p bo'lganligidan xabar berib mundaq degan: u yerda yer tavrash va fitna fasodlar bo'ladi. U yerdan iblisning mungizi chiqadi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Ko'p vaqtlarda bu taraflarda bo'ladi. Bu kun bitish va boshqa taraflardami yer tavrash hodisasining yuz berdiganligini cheklamaydi. Yer tavrashning sabablari va hikmatlari bo'ladi. Sabab bilan hikmatning orasida zidlik bo'lmaydi. Dili ochiq, aqlli musulmon ikkisining orasini aralashtirib o'tmaydi. Musulmonni Allohga ishonmaydigan, Allohning qudrati va hikmati to'g'risida tafakkur qilmasdan oshkora sabablar bilan mashg'ul bo'ladigan moddizmchi kishilarga o'xshash moddiy sabab ilohiy hikmatdan mashg'ul qilib qo'ymaydi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya va hum anil axirati hum g'afilun." Tarjimasi: ular hayoti dunyoning tashqi ko'rinishini biladi. Ular oxiratdan, ya'ni oxirat ishida o'ylanishdan va oxirat uchun ishlashdan g'aflatdadir. Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Ayetning tarjimasi: osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yinidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Yer tavrash, kun tutilish va oy tutilishning hikmatlaridan haqiqatan u ishlar Alloh taolaning bandilarini tövbe qilib olsin, o'zining tarafiga qaytsin deb ularni ogohlantiradigan va qo'rqitadigan alomatlardandir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: "Va ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tarjimasi: biz mo'jizalarni faqat bandilarni qo'rqitish uchunla avatimiz. Qatada rahimahullah Allah insanlarni o'zining tarafiga qaytishi va va'z nasihat ilishi yoki ayıplash uchun ularni o'zining xohlagan oyatlar bilan qo'rqitadi deydi. Ondan yana mundaq deydi: bizga deyilishicha Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning davrida Kufada yer tavraganda Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: ey insonlar, haqiqatan sizlarning Robbinglar sizlarni ayiblayotidi. Gunohlaringlarga tövbe qilib, Allohning tarafiga qaytib, Allohdan kechirim so'rab, bu ayibni yo'q qilishni talab qilinglar. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Qul huval qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun." Tarjimasi: ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga aytqinki, Alloh sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhisalomning qavmiga ashabil filga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'onlar ostidan Fir'avn va Qarunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urush qilib bir-biringlarning azobini tetishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shaklda qandoq bayon qilganligimizga qarag'in. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: haqiqatan quyosh bilan oy bir odam vafot bo'lishi yoki dunyoga kelishi bilan tutilmaydi. Lekin u ikkisining Allohning oyatlaridan bo'lib, bu ikkisi bilan Alloh subhanahu va taolo bandilarini qo'rqitadi. Buxoriy rivoyati. Geologiya olimlari yer tavrashning sabablari to'g'risida mundaq xabar berdi: yer tavragan o'rindagi yer postining ojizlashishi yoki yerning yadrosidagi
farning qetishi bilan zaminning shu joyga yaqin bo'lgan joylari va boshqa joylari tavraydi. Bu sabablar yer tavrashning Alloh taolaning bandalarini qo'rqitadigan alomatlari bo'lishini cheklamaydi. İslam peshvosi Ibn Taymiya rahimahulloh mundaq deydi: yer tavrash degan Alloh taolaning kun tutilish qatorliq boshqa alomatlar bilan bandalarni qo'rqitganga o'xshash bandalarni qo'rqitadigan alomatlardandir. Hadislarning sabablari va hikmatlari bo'ladi. Yer tavrashning Alloh taolaning bandalarni qo'rqitadigan alomatlardan bo'lishi ashu hikmatning jumlasidandir. Şeyh bin Baz rahimahulloh mundaq deydi: yer tavrashning hisob bilan bilinadiganligi uning Alloh taolaning bandalarini qo'rqitadigan alomat bo'lishini cheklamaydi. Bu Allohning ogohlantirishidir. Haqiqatan quyosh belgilangan vaqtda chiqib, yana belgilangan vaqtda patqanga o'xshash Allah subhanahu va taolo bu alomatlarni ijro qilguchi va sabablarni radlaguchidir. Ay ve yulduzlarmı şununla o'xshash bo'lib, bularning hammasi Alloh taolaning oyatlaridir. Astronomiya olimlari so'zlagandek, bu ishlarga Alloh taolaning sabablarini qilganligi uning Alloh tarafidan bo'lgan ogohlantirish va qo'rqitish bo'ladiganligini cheklamaydi. Yer tavrashni sababga nisbat bersimi xatolashgan bo'lmaydi. Yer tavrashning hikmatlaridan uning yaratquchisidan, tadbirini qilguvchisidan ve o'rinlashtiruvchisidan iborat bo'lgan zotdan g'ofil bo'lishdan hazar qilish bilan birga xuddi mundaq sabablar bilan yer tavraydi desa bo'ladi. Haqiqatan ashu ishlarni tafakkur qilish, o'ylanish insonning dilida Allohdan qo'rqish, ansirash va Allohni yaxshi ko'radigan, rozi bo'ladigan ishlar bilan Allohning tarafiga qaytishni paydo qiladi. Yer tavrash, kun tutilish, ay tutuluş ve inandan başka işler Allah'ın ayetleri bulup, aslida Allah Taala'dan bandalarini qo'rqitish, ogohlantirish, o'zining tarafiga qaytishni aslatish uchundir. Lekin bu qo'rqitishning sabablari gunoh ma'siyatga aloqador bo'lsa, azob bo'ladi. Shuning uchun insonlar kun tutilgan vaqtda Allah tarafidan ogohlantirish bo'lgan mushu azobga tushib qolmaslik uchun namoz o'qishga, sadaqa berishga, istig'for etib, kechirim so'rashga va duo qilishga buyurilgan. Kun tutilish va yer tavrash qatorliq ishlar bilan qo'rqitish bo'lsa, uning sabablari gunoh ma'siyatga aloqador bo'lgan azobdan qo'rqitish va ogohlantirishni bildiradi. Yer tavrash degan musulmon va kofir hammasiga umum bo'ladi. Müslümanlar diyarlarının ba'zida yuz bergan, hammani vayron qiladigan yer tavrash hodislari bo'lsa, ba'zi vaqtda Alloh taolo tarafidan ularning xatoliklarga kafarat bo'lish, martabasining yuqori bo'lish uchun sinoq bo'ladi. Ba'zi vaqtida asi gunohkorlarga jazo bo'ladi. Bir shaharning o'zidimi ba'zilarga azob bo'lsa, yana ba'zilarga sinoq bo'ladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizlarni biraz qo'rqinch, biraz qahatchilik, mollaringlar, jonlaringlar, bolallaringlar va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan cho'qim sinaymiz. Bishiga kelgan musibat va ziyon zahmatga sabr qilguvchilarga jannat bilan xush xabar bergin. Alloh subhanahu va taolo mundaq deydi: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Hadis sharifda mundaq kelgan: musulmonning ishi hayron qolarliqdir. Uning hamma ishi yaxshilikdir. Bu faqat mu'minga xos bo'ladigan ishdir. Agar uningga xursand qiladigan ish yetib, uningga shukr etsa, bu u kishi uchun yaxshidir. Agar uningga yomonlik yetib, uningga sabr qilsa, bu u kishi uchun yaxshidir. Muslim rivoyati. Allah subhanahu va taolo yana mundaq deydi: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Oyatning tarjimasi: sizlarga, ya'ni jininglar yoki meninglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, bala musibatdan hech qutula olmas edinglar. Allah subhanahu va taolo yana mundaq deydi:
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ayetning tarjimasi insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Allah subhanahu va taolo yana mundaq deydi: "Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur." Osmondagi zotning yer tavrigan chaqda sizlarni yerga yutqizib o'tishidan qo'rqmamsizlar? Allah subhanahu va taolo yana mundaq deydi: "Afa aminallazina makarus sayyiati an yakhsifa Allohu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haysu la yash'urun." Oyatning tarjimasi: hiyla mikr ishlatib yomon ish qilganlar Allohning o'zlarini yerga yutqizib o'tishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. Haqiqatan Umar roziyallohu anhuning davrida yer tavriganligi to'g'ri. Hatto Umar roziyallohu anhu buni xursandlik bilan olqishlab, kishilarga xutba so'zlab mundaq degan: "Gunoh ma'siyat paydo qildinglarmi? Haqiqatan aldirab qoldinglar. Agar yana takror yer tavrash bo'lsa, men sizlarning oranglardan chiqib ketaman." Allah'ның yer tavrash bilan bo'lgan rahmetining jumlasidan yer tavrashning sababi bilan shahidlarni tanlaydi. Hadis sharifda mundaq kelgan: shahidlar 5 turlik bo'ladi. Vaba kesilda vafot bo'lgan, qo'rsig'i og'rib vafot bo'lgan, suvga g'arq bo'lib vafot bo'lgan, tambisi bilib vafot bo'lgan va Allohning yo'lida shahid bo'lganlar. Allah subhanahu va taolo har birimizni qiyomat kelishdan burun Allohning tarafiga qaytadigan, Allohga tövbe qilib, haqiqiy gunohdan pok bo'lib, Alloh rozi bo'ladigan shaklda amal ibodatlarni qilib, tuyuqsiz keladigan har xil sinoqlardan, ya'ni unumlik Allohga uchrashadigan bandalardan bo'lishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.